Toshkent shahrida SheScience 2025 mintaqaviy taraqqiyotni ilmiy va innovatsion ekotizimlar orqali qo'llab-quvvatlash forumi bo'lib o'tdi. Forumda Markaziy Osiyo va Ozarbayjon davlatlari olimi va tadqiqotchi ayollari ishtirok etishdi. Forumda ekologik xavflar, raqamli transformatsiya va sun'iy intellektni joriy etish mavzulari muhokama qilindi. O'zbekiston Fanlar akademiyasi tashabbusi bilan birinchi marotaba shu SheScience Central Asia platformani tashkil etganmiz. Bugungi forumimizni asosiy maqsadimiz shu bizani mintaqamizga tegishli muammolarni, dolzarb muammolarni muhokama qilish. Shu muammolarda ilm-fanni rolini topish. Ilm-fan qaysi darajada shu muammolarga yechimini topishga yordam berishini muhokama qilyapmiz. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, mintaqada iqlim o'zgarishi, havo ifloslanishi va suv tanqisligi kabi umumiy ekologik muammolar ilmiy hamkorlikni kuchaytirishni talab qilmoqda. Aynan shu uchun ham forumda qabul qilingan qo'shma bayonot kelgusi yillarda ilmiy aloqalarni mustahkamlashda muhim qadam bo'lishi kutilmoqda. Kengash davomida ilmiy startaplar, innovatsion g'oyalar va yosh tadqiqotchilar uchun qo'llab-quvvatlash dasturlari haqida ham takliflar bildirildi. Ayol olimalarning ilm-fan rivojiga qo'shayotgan hissasi, ayniqsa ilmiy texnologiyalar sohasidagi ishtiroki alohida e'tirof etildi. Gulshoda Olimjonova, Asror Ibrohimov, yoshlar.